Yashil to'g'ri keturaman. Buyuruvchi faqat to'g'riga ko'rsatyapti. To'g'riga harakatlanamiz. Ilohim, yaxshi haydab qo'yasiz, shtraflaysiz. Yopib tashlayman. G'olib hayron bo'ldi. Ibrohim, xudo xolasa mana bu bizani harakatimiz iloyingizni. Iloyingizni harakatlanishimiz, to'g'riga kirib ketsangiz, bu boshqa hududga kirdingiz deb yuz beradi. Bu B kategoriyalarniki iloji boricha kontrolniy liniyalarni bosmasdan, ya'ni nazorat chiziqlarini bosmasdan, bu yerga ham 2 minut vaqt beriladi. 2 minut ichida chiqishingiz kerak. Поворотник ishorasini o'ngga yoqqan holat. Tak, chorrahaga ikkinchi kelishimiz, ikkinchi chorrahadan buyuruvchi qayerga ko'rsatyapti? To'g'riga. To'g'riga bu yerda buyuryapti. Agar svetofor ishorasi belgilar bilan to'sib qo'yilgan bo'lsa, ya'ni qarama-qarshi, ya'ni dubliruющий chorrahadagi svetofor ishorasiga qaraymiz. Bizga hozir saruvda o'tish harakatlanish taqiqlanadi va tamom yashildan keyin yuramiz. Qarang, hurmatli imtihon topshiriq, bu SD, ya'ni Gurzovoy bilan avtobuslarning parkovkasi. Поворотник ishorasini o'ngga yoqib, biz bu parkovkaga kiramiz. Ma'lum kiramiz. Lyohkovoylarni kiring. Bu mashqimizga ham 2 minut vaqt beriladi. 2 minut ichida orqaga ballonni oldi bilan yurasiz. U yoqqa orqa bilan kirasiz. Orqa ikkita ballonimizni oq platformaga qo'yamiz. Oldiroq yuravering, Ibrohim. Yana yuring. Tushunarlimi? Так, sarı liniyani zadniy переключаем. İmtihon topshirish jarayonida ikkita parkovkamiz bor. Ikkita parkovkada siz zadniyga переключать qilishingiz mumkin. Aytak boshqa holatlarga agarda zadniyga переключать qilsangiz, jarima 100 ball, ya'ni imtihon topshirilmadi bo'ladi. Chetlashtiriladi. Kontrolniyni bosmasdan hali voqli parallel qilib oling, bo'ldi. Endi orqa ikkita ballonimizni oq platformaga qo'yamiz, Ibrohim. Bo'ldi. Endi chiqib ketaman. Endi поворотник ishorasini o'ngga yoqib, sizni chiqaramiz. Chiqayotganda ham radius olib chiqamiz. Nazorat chiziqlarini bosmasdan поворотник ishorasini o'ngga, buyuruvchi o'ngga ko'rsatyapti. Qachon yo'l beramiz? Asosiy yo'lga chiqayotganda, asosiy yo'lda mashina bo'lmasa, ularga yo'l beramiz, harakatni davom ettiramiz.